Ertalabki soat 7 azdagi qarmoqqa orqasida ketdi, короче. Assalomu alaykum do'stlar, hormaylar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sog'lik, salomatliklar, baliq ovlarga chiqib katta trofeylar, xudo xolasa ushab mazza qilyapsizlarmi? Tak mana sezon почти oxiriga keldi. Qanaqadir baliq ovga chiqdim, videoga olmadim. Nima desa bo'ladi? Unaqa bir kunlab ovga chiqmadim-da. Chiqqan bo'lsa 2 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soatga chiqdim. No, video ola olmadim qisqasi. Endi bugun обязательно nochovka, xudo xolasa 2 kunga, 2 kun shotdamiz. Bugun video olishimiz sababi ham bor. Sababi shundaki, men nihoyat mana har zaman 3 oy 4 oyda bitta video qo'yaman, nihoyat 15 mingta подписчик ham bo'ldi. Kimlar javob mizerli число bo'lishi mumkin men uchun. Takoy. Qisqasi har bitta 15 mingta подписчикka kattakon rahmat. Shuncha video подписаться bo'lyapsizlar, video ko'ryapsizlar. Yaxshi kimdir kommentariyalar yozyapti, kattakon rahmat. Shuning uchun men o'zim va'dam bor. 15 mingtaga yetsam, kimdir ko'rgan bo'lsa biladi, ko'rmaganlar bir videolarimni ko'ringlar обязательно. Aytganman, 15 mingtaga yetsam ikkita karpavik sovg'a qilaman deganman. O'sha va'dam ustidan chiqmoqchiman. Tak обязательно videoni oxirigacha ko'ringlar. Kommentariyaga nima deb yozishni aytaman. Yo oxirida, yo o'rtasida qayerdadir bir aytib o'tib ketaman. O'sha so'z yozasizlar, o'sha so'zni yozgan odamlar shu karpavikni yutib olishga imkoniyati bo'ladi. Qisqasi shunaqa. Endi o'zimiz temaga o'tamiz. Bugun baliq oviga keldim. Baliq ovi takoy необычный kanalda. Bu yerda anchadan beri kim kelgan bo'lsa ham bir tayinli baliq usholmayapti. Endi biz bugun ushlashga harakat qilamiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi bilmayman. Xudo xolasa sizlar yaxshi kommentariyalar bilan tak себе поддержка berib tursanglar ham chotki bo'ladi, xudo xolasa. Biz keldik joyimizda emas, bu joylarda уже odam bor ekan, odamlar ular ham shu mелочь. Bitta ikkita ushladik deb, kechqurun kelganmiz dedi. No, mayda ushladik deb. Hammaning o'zining rizq nasibasi bor. Bizniki bilmadim qanaqa bo'ladi. No, niyat har doimgidek kameraga sig'maydigan baliqni ushlash. Xudo xolasa ushimiz ham degan umiddaman. O'sha gap. Oyoqda cho'zinglar, qaynoq choymi yoki bir muzdagi ichimlikni qo'yib olinglar. Shirinliklar qo'yib mazza qilib videoni oxirigacha обязательно ko'ringlar, like, подписка bosinglar. Tam yaxshi kommentariyalar bilan поддержка beringlar. Xudo xolasa bundan buyog'i videolarim har doim обещать qilaman, lekin va'dam ustidan chiqolmayapman. No, bu safar chiqishga harakat qilaman. Orasi yaqinroq bo'lishga harakat qilaman. Kunda bir haftadan o'z video qo'yishga harakat qilaman. Yana bitta gap, endi bundan buyog'i hamma videoyimda 10 pachka bo'yla sovg'a qilaman. Kimga bo'lsa ham. Endi keyingi videodan-da обязательно hozir unga tayyorgarligim yo'q. Kimga kerak bo'lsa, отдельно mana shu bo'yla uchun agar kimgadir qiziq bo'lsa, men bo'ylamni ishlatmagan bo'lsa, bo'yla deb yozib qo'yinglar kommentariyaga, onasini ham shu bo'yla deganlarga bo'yla beraman. Ну, hammasiga emas, shu randomniy kommentariya tanlashga qo'yaman. Shu kim chiqsa o'shanga 10 pachka bo'yla от души. Ну, bu har videoyimda. Mana karpavigasi 15 mingtaga yetganim uchun. Yana 20 minggacha xudo xolasa bundan ham zo'r narsa sovg'a qilaman. Короче, от души bundan buyog'iga hammani xursand qilib patarkalar berishgan nima bo'lsa ham. Qisqasi sizlardan ugina, bizdan bugina qisqasi подписчик ko'proq yig'ishga harakat qilamiz. Так что kim videoni ko'rib подписка bosmagan bo'lsa, обязательно подпискani bosib qo'yinglar. Endi baliq ov davom etadi. Hali hech narsani tayyorlamaganman. Ba'zi qarmoqlarim tushmagan. Qarmoqlar turibdi. Xudo xolasa mo'shga kamit qilamiz. Mana shu yerda tutilgan qarmoqimiz hali tushmaganmi? Sadok, mana suv kam. Inshaalloh xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ko'ringlar. Videoni ko'ringlar, shunaqa. Xudo xolasa
Biroq nima bo'lar, ko'ramiz. Natija, rezultat bo'lsa, bizga ko'rsatib boraveramiz. Ana endi baliq oviga sekin harakat qilamiz. Nima desam ekan, videoni mayda-chuyda narsalar bilan ko'paytirmayman. Qanaqa qarmoq yoyishim, qanaqa qarmoq otishim, otishlarni ko'rsatishim mumkin. Qarmoq yoyish, bunga silishim ko'p vaqt ketadi. Birinchidan kamerani zaryadkasi ham yetmaydi, pamyat ham anaqa bo'lib qoladi. Tak shu kerakli qiziq joylar videoga olishim. Birinchi zapravka. Ну, qo'l chiqib qolgan, постоянно baliqqa chiqtirsa bilinmaydi. Hozir anchadan beri baliqqa chiqmayapman. Yoqish ulgurmadim. Endi tashlayotganimda sudrab ketdi. Normalniy baliq yoqish turadi lekin ko'zim yonida. Sizlarga ko'rsata olmadim. Ming bor uzrchilik. Lekin yaxshi tortdi lekin. Bunaqa mazza qilmagandim ko'rib hech. Ancha bo'ldi. Ja unaqa, может katta emasdir lekin mazza qildirdi lekin tortishi bilan. Yo, normalniy. Ammo Yomon sudradi lekin. Javnaqa. Rashin katta emas. Слишком шустрый. Опа! Ха-ха. Var. Şöyle var ha. Mana bizni pochan. Yomon emas, chotki. Mana pochan sakana to'g'rilar, tepaga qarab sakana. Mana pochan. No, 2 kilo atrofida bo'ladi. Pochan zo'r. Mayda chiqmadi. Videoni oxirigacha ko'ring, davom ettiryapti hozir. GoPro stop video. Assalomu alaykum. Dirdim. Sizlarga qanaqadir qisqa vaqt, esa bir kun o'tdi, tong o'tdi. O'tdi, quyosh sekin chiqib kelyapti. Olmadı. Yığıştırıp qo'yib qoldim. Готово. Пацак. Пацак тayyorla. Direksiyonu yaxshi ishlayapti. Javnoq katta emas ekan. Nima javnoq kichkina emas. Anoni ham to'g'ri. Sudrab tashlabdi. Quloq tutsadan. Спокойно. Ну, где-то 1 кило, да. Я.
Kanatiga ham ko'p qoptilar ichida. Qaramisan bu yoqqa o'tganda. Bir xil baliqlar akkuratdan pastga yonib o'ziga qarab tortadi. Qanday qilib qo'ygan. Sen mayli. Mollyuskalar ham mayda baliqchalar ham qolib turibdi. Endi mayda baliq Ertalabki soat 7 azdagi qarmoqda orqasida ketdi, короче. qarab ketdi qarmoq. O'sha qo'lga ber. Mana o'sha baliq. Hamma joyda rasvo qilgan, menga juda ham qimmatga tushgan baliq. Chiqsa 1,5 kilo chiqadi. Hozir hammasini podrobno aytib beraman. Mana o'sha menga juda ham qimmatga tushgan baliq. Nima uchun? O'zi bu baliqda aybi ham yo'q. Ayb menda. Friksionni ochmagan ekanman. Mana qarboq o'zlaring ko'rlaring suvga tortib ketdi. Orqasiga men ham tushib ketdim, oyog'im kimdir ishqilib kimdir nojo'ya ish qilgan ekan, shunga toyib yiqilib suvga tushib, telefon cho'ntagimda edi, telefon ham dabdalasi chiqdi. Baliq ham shunga yarasha katta emas. Ustlarim ham rasvo chiqdi, kiyimlar almashtirishga to'g'ri keldi. Chiqib shunaqa istoriyalar bo'lib turadi baliq ovida. Shuning uchun baliqqa borsang, telefonni cho'ntakda olib yurmanglar. Iloji boricha. Keyin hech qachon baliq deb suvga tushmanglar. Menga o'xshab. Qarmoqda ushlab qolaman dedim-da, suvga tushib ketdim. Ha, mayli. Videoga like podpiska bosinglar. Keyin bugungi ov hammasi mana shu tepadagi bo'yinlarga bo'lyapti. Обязательно ishlatmaganlar ishlatib ko'ringlar. Kimga kerak bo'lsa, Toshkent do'konlarida, hamma почти do'konlarda bor. Shu Fishing Frenzy video YouTube kanalim nomi qo'yilgan. Olib ishlatib ko'ringlar. Ko'pchilikda natija yo'q, bizda bor, Allohga shukr. Avvalambor nasiba-yu, odam o'zida ham harakat bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlarga ham maslahat beraman. Tak, balg'onimiz davom etadi, настроение sal tushgan bo'lsa ham. Ja, rahmlaring kelsa bitta telefon sovg'a qilib yuboringlar. Hazil albatta. Jonlaring sog' bo'lsin. Qisqasi yana paklovka, yana ko'pini videoga olmadim, lekin rezultat bugun chot hozir ekan. Shuni to'sib tashlanyapti. Paklovka bor, o'zini
Yengilroq bir narsa o'tirib qoldi. Aytdim. Milslar lekin ko'pini olmadim. Sraz zabiratni suvga brachka ukam ko'rib qolgandan esa qo'yapti. Sadokka soling, sadokka soling. Ular suvga ketyapti. Yomon tortdi lekin. Mana ukam yem olib kelyapti. Kattani zapravka qilman. Uncha katta emas. Normal tortdi. Balıklar kuchli. Qattiq tortyapti. Uncha katta baliq chiqmayapti. Shunaqa yana. Ukam keldi, lekin buni olib qo'yadi hozir. Aka, tashlamang suvga deb. Ot balig'ing. Qo'yib bitta otib yubordim shunaqa. Shunaqa gaplar. Hay bu ham shu. Yarim kilo. Bir so'm kichkina, yo'q, yarim kilo. Shuni beramiz. Chiqib keta olsa, chiqib ketdi. Chiqib keta olmadi ekan. Shans berib ko'rdik. Shunaqa gaplar bo'lyapti. Mana shunaqalardan chiqib turibdi. Mana bunaqalardan. Bundan ham kattalardan ko'p chiqyapti. Olib turibdi. Mana baliq ovi ham oxiriga yetdi. Bu safar baliq ovi sal qimmatga tushdi desam ham bo'ladi. Chiroyli istoriyalar bo'ldi. Kecha keldik. Boshida hech qanaqa, takoy, bitta amur bo'ldi, slabiy bo'ldi. Bugun ertalab 5 kilo. Ko'pini oldim, ko'pini olmadim. Boya aytib o'tgandek, telefon suvga tushib ketdi, o'zim bilan qo'shilishib. Bitka zo'r bo'ldi. Lekin baliq ovi hammasini pakrivat qildim, mazza qildim bugun. Kim oxirgacha ko'rgan bo'lsa, mingdan ming rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Like, подписка, har doimgidek yaxshi kommentariyalar yozib turinglar. Bundan buyog'iga shunaqa videolar ko'proq bo'lish uchun. Yana nima demoqchiman? Kim Karpavik, dushni uni ham o'zim chin ko'ngildan sovg'a qilmoqchiman. Kim Karpavik yutmoqchi bo'lsa, shu o'rtada aytib o'tgan so'zlarni kommentariyaga yozinglar. Kim kommentariyaga shu so'z yozgan bo'lsa, обязательно o'shalardan bittasiga Karpavik, yo'q, ikkitasiga nasib qiladi. Xudo xolasa katushkasi bilan. Jonlaring sog' bo'lsin. Endi har doimgidek неожидаемый chiqib rezultatni ko'rsatamiz. Yo'qkan bo'lsa o'sha gap. Qani. Faqat yirtilib ketma. Uy, buni lekin olib ko'rsatib olmayman. Chunki bu yerda normalniy kolичествоda bor. Orasida anaqa ukami bilenkachalari ham bor. Sotgan yurtda ekan. Amur, sazan, qattiq yomonmas, cho'tki. Like, подписка esingizdan chiqmasa, keyingi baliq ovida ko'rishguncha. Xudo xolisi keyingisi bundan ham zo'r bo'ladi. Jonlaring sog' bo'lsin.